$250 ga iPhone 13 Pro bo'lsa, ranglari jozibador green rangida bo'lsa, inshaalloh yo'nqislarimiz 100 yo'nqis usulenli batareyka qo'yilgan bo'lsa, ishlashga tayyor qilib qo'yilgan bo'lsa, Face ID'lari ishlab, sensorlari va shu cho'tki ishlab, sizga xizmatda qilsa zo'r qilib, SIM, eSIMlari o'z emailkalarini o'tkazib, ikkov nomeringizni ham maza qilib ishlatadigan qilib qo'yilgan bo'lsa, do'stlar, $250 ga. Meni bilishimcha bunaqasini topa olmasangiz kerak. Shunaqa telefonimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va video qo'yilishi bilan shunday aloqaga chiqib baraka qilasiz inshaalloh. Do'stlar, bu telefonimizda mana shu oynasini ko'rinadigan joyidan qirilgan. Buni 50 ming, 60 mingga almashtirib bersa kerak. Endi ancha muncha kamchiligi nima? Almashgan joylari bor. Xudo xolasa shunday olganmiz, shunday sotamiz $250 ga. Baraka qilsak bo'laveradi. Tez aloqaga chiqing. Bunaqa telefonimiz juda kamdan kam turadi. Telefonlaringizlar bo'lsa ham o'zingizlarni bozorda balandiga olib qolamiz. Aloqaga chiqa olasizlar. Xizmatdamiz, xizmatida.